arzon narxda Kia Carnival mashinasi keldi sotuvga. Holati yaxshi holati. Ishlari ham tiniq holatda turibdi. Qimmatchi holadan taqilgan. Prebegi 471 ming yurgan. Salon ichki holati tiniq. Propan balonlari qo'yilgan. Tayyor. 110 talik propan balon ikkita. Benzinga yuradi, propanga ham yuradi. Holati o'ta go'zal. Hozir shu motorni ham qo'yishga $3000 pul ketadi. Motor korobka migalari bilan qo'yishga, pokoleniyasi bilan birga $3000 pul ketadi. Motor korobka nahadu holatda. Biz ko'ramiz yurishni. Motor tiniq ishlab turibdi. Motorda kamchilik yo'q. Buljitrlari ham quruq. Kuzovda bitta yarimta kamchiliklari bor. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Ozgina shippak lofa ko'rishgan joylari bor. To'g'rilab olsanglar, minishga tayyor mashina.